boshlayman shu darvoza yopiq yo'l. Mashallah. Katta yozib turibdi. Rock closet. Voy tatdim. Bir tormoz bossam, like aytsa shunaqangi yo'l buzlagan ekan. Men 70 ketyapman. 70-110 bo'ladi tezlikda. Og'ir. Bitta trakim yaqa bo'ldi. Qo'yib yubordim gazni, bismillah. Tikka borib shlayban. Qarsa sol. Yaxshi trakim oldida temirlari bor, hech narsa qilmabdi. Shlayban darvoza katta ochilib ketdi, bilmayman nima bo'ldi keyin. Ketdim shu bo'yi. O'shandan beri sayin yozuvlarni o'qib yuradigan bo'lib qolganman. CDL drive license bu haydovchisi professional hisoblanadi. Trak haydayotgan odam shunga e'tibor berganmanki, har bir yozuvga kelayotgan znaklarga e'tibor berish kerak. Bu yerda agar yo'l yopiq bo'lsa, albatta 100-200 mayl oldinroq yozib qo'yadi. Yo'l yopiq, harakatini